Sosiskali salat shunaqa zo'r chiqarkan, nega buni oldin bilmaganimga juda ham afsuslandim. Sizlar ham menga o'xshab afsuslanib qolmaslik uchun o'rganib olib taylab ko'ringlar. Lekin ishoninglar, sizlar o'ylaganingizdan ham mazaliroq chiqadi. Ishimizni sosiskalarni maydalab yog'da qovurib olamiz. Bodring, pomidor, qaynatilgan tuxum hammasini videoda ko'rsatilgandek maydaroq shaklda to'g'rab olamiz. Birin-ketin idishimizga solib, garoh, sosiskani qo'shamiz. Katlarni bo'lsa umuman esdan chiqazmasdan mayonez va murch solamiz. Shunda aralashtirib dasturxonga tortasiz. Hattoki mazaliligidan yetmay qolishi ham mumkin. O'shaning uchun ko'proq tayyorlab yuringlar. Bu videoni salatlar challenge-ni bir qismiga ko'rsatib berdim. Challenge'imiz davom